Assalomu alaykum azizlar. Sog' salomat, yaratgan buyuk Parvardigorning shukriyu zikrida bormisiz? Omon bo'ling. Azizlar, bugun suhbatni 4 misralik bir she'rim bilan boshlamoqchiman. Oxirlab qoldi mezon, quyosh shashti ham sustroq. Boshda ne savdolar bor, o'y suradi har yaproq. Ha, yaproqlar o'y surayotgan oltin kuz fasliga yetib turibmiz. Alhamdulillah. Boshda ne savdolar bor? Bu savol umrning kuzagi bo'lmish keksalikka ham taalluqli. Lekin ulkan bir yupanch borki, inson yaproqlar kabi to'kilib, yo'q bo'lib ketmaydi. Insonning ruhi yaratgan Parvardigorning boqiy ruhiga eshdir. Shu sabab boqiylikdan umidvormiz. Mo'min borki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shafoatlaridan, buyuk Alloh taoloning jamolini ko'rishdan va boqiy jannatlardan umidvordir. Shu o'y mulohazalar bilan yozilgan bir she'rimni e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglab bahra oling. Bismillahirrohmanirrohim. Mo'minning bahori. Bahoru yozlarim ortda qoldi deb qayg'urma, kelgan kuz xayrli. Ko'ngilga hazin bir ohang soldi deb o'kinma, biroz bo'l sabrli. Sabrning rangi ham asli zafaron, xazonlar to'shalgan yo'llardek. G'animat emasmi o'tguvchi har on, o'tar kuz ham o'tgan yillardek. Keyinchi kelgani so'nggi mavsummi? Qo'lida umrning poyoni. Shu qadar insonlar uchun mavhummi kalomu sunnatning bayoni? Yo'q, aslo. Oyatlar aytadur takror. Chin bahor yozlaring oldinda. Har karra ibodat mukofoti bor. Bundayin baxt faqat mo'minda. Solih amallarning ajri erur naqd. Sen bilmagan huzurlar kutar. O'tkinchi dunyoga qo'ymay muhabbat, chin olamni deganlar yutar. Bahoru yozlarim ortda deb aslo, birodarim bo'lmagin mahzun. Jannat bahorlari boqiy va a'lo, inshaalloh yetsak o'shal kun. Rahmat azizlar, e'tiboringiz uchun. Yana she'riy suhbatlarda dillashguncha xayrlashaman. Omon bo'ling azizlar.